Git. Assalomu alaykum deb sezyapti xotin. Siz kim oldingiz so'ramayman. Nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Nima bo'ladi? Yo'qdimi sizga? Ha? Bu Qo'yliq katta bozori. Mana shu bozorda sizga do'kon sovg'a qilmoqchiman. Nima sotaman men kelyapti? Bu yerda xohlasangiz qurilish materiallari, xohlasangiz kiyim-kechak, xohlasangiz idish-tovoqlar, xohlasangiz oziq-ovqat sotsangiz ham bo'ladi. Siz bilasizmi, Qo'yliq katta bozordan do'kon xarid qilsangiz, Malibu, Gentra, Nexia avtomobillar hamda Umra safariga 10 ta biletni yutib olishingiz mumkin ekan. Olvosda. Ana bo'ldi. Ana endi do'konimiz ham bor. Rahmat. Kassada yotadi. O kassa deyapti mana bu. Dadasi, aristokratlar jamoasidan kelsangiz 20 million skitkasi bor. Bu men skitkasini nima qilaman? Dadasi, o'sha imzo qo'yib bo'ldingiz do'kon bizniki. Zaksga ham qo'l qo'ydiganda qo'l qo'yib yeb qo'ygandim. Va qo'ydi qo'ltig'i.